Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana spanli bo'ladigan transformer divonlarimiz ham tayyor bo'ldi. Ishlashlarni qator ko'rsatib o'tamiz. Bu mana xon taxta bo'lgan holatlari. Spinkalarning ikki xil funksiyada turadi. Radiatori, saltikkaroy qaytadi. Ishlashlari juda yengil. Mana ichini razmerlariga kelsa, ichini razmerlari 1.40. Spalnilarni ochib ko'rsatamiz. Mana ishlashlari juda yengil inshaalloh. Shu holatda razmerlari 1.40 ga 1.95 bo'ldi. Spalnilari mana mexanizmlari yaxshi temir rossiyskiy mexanizmda. Qaytarib olib ko'rsatib qo'ying. Ishlashlar juda yengil. Kimga shunday sifatli mebellar kerak bo'lsa, pastda nomerlar aloqaga chiqaramiz. Joy egallash razmeri u chekkasidan bu chekkasiga to'g'ri 1.75 joy egallaydi.